Ko'pchilik elektriklarning muammolaridan biri uzovlar qo'yilgandan keyin o'zidan o'zi tashlash holatlari bor. Nimaga, qachon, qayerda tashlayotganligini siz bila olmaysiz. Chunki siz qaysi liniyada qanaqa o'tishki bo'layotganligini ko'ra olish imkoniyatlaringiz yo'q. Bu uchun laboratoriya chaqirish kerak, yo bitta xaridli qurilmani tekshirib chiqish kerak bo'ladi. Ana o'sha uchun kichkinagina life hack ko'rsatamiz. Aynan shu Wi-Fi ni qurilma bilan Nuradan kelgan. Buni ichida uzosi ham bor va uzovni qancha milliamper o'tishga berayotganligini ko'rsatish imkoniyati bor va uni sozlamalari orqali sizga qanchalik kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga moslab, to'g'rilab olishingiz imkoniyati bor. Keling, ushbu qurilmani qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Qurilmamizni ish holatiga qilib oldik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, faza chastini biz pastdan olganmiz va 0 qismini biz uni tepa qismidan olganmiz. Aynan bizga shu qurilmamiznikini uchechkasini ko'rish maqsadida. Hozirgi paytda bizda programmada ko'rishimiz imkoniyati bor. Hech qanaqangi o'tishga bermayapti. Biz hozir 0 turibdi. Ana endi shuni o'tishga qilishga harakat qilamiz. Mana hozir bu yerda 10 mA ga nastroyga qilinganligi uchun lampochkasi o'ch yonishi bilan sras momentalni tashlayverdi. Aynan shu o'chishgan ko'rsatganda va uni programmada ko'rsatyaptiki, shu narsa o'chib qoldi. Buni оповещение bilan berishingiz mumkin. Siz shu narsani o'chganini bila olishingiz mumkin. Va undan tashqari siz o'zingizga qanchalik kerak bo'layotgan bo'lsa, sozlamalarni to'g'rilab qo'yishingiz mumkin. 30 mA mi, 300 mA mi, o'zingizga kerak bo'layotgan miqdorda sozlamalarni to'g'rilab olish imkoniyatiga ega. Va ushbu Wi-Fi relaylarimizda juda ko'p funksiyalar bor. Agar undan keyingi boshqa funksiyalar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va u haqida alohida sizga yetkazishga harakat qilamiz.